Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dreamboy va biz bugungi kanalimizdagi birinchi videomizni olamiz. Va mana o'rtog'imiz, ya'ni bizni durujamizdagi odam Minecraft oldi, ya'ni Zoe 2014. Hani ketdik unda. Hozir tanlashga ketyapmiz mana. Tanlab ketdik. Endi duo qilinglar, yaxshi narsalar tushsin bizga. Oxirida chiroyli bo'lib ko'rim kerak. Xo'sh, shim yoki yo'q. Tushgan narsasini qarang do'stlar. Menga ham Dabdala chiqibdi uniki. Mana meniki vobshe dabdala bo'ldi. Qani ketdik. Kutamiz. Qayerdasan? En boshda. Voy, chiqib keldi. Kelib qoldingmi? Okey. Kustibman. Ana ko'rdim. Yana tushdingmi? Sen yana notebookda o'ynayapsan, ha? Men ham tushib ketdim. Men boshimdan chiqamiz. Bu qanday omadsizlik? Notebookda o'ynab turib tushib ketish. O'zim tushib ketdim. Men endi telefondaman. Men ham keldim. Ketdik. Iloyim tushib ketmaydi. Sen tushib ketma, men tushmayman. Mana bu chiroyli o'zi. Faqat endi kiyimni qaytadan almashtirsa bo'ldi. Lekin keyin oxirida yana sochni almashtirish deydi. Shu yoqmaydi. Sochim chiroyli bo'lib turibdi o'zi. Hali ikkinchi bashnada ham bor. Ikkinchi bashnada ham chiroyli bo'larmiz balkim. Yo, Roblox yaxshi emas. Xunuk. Ketdik. Ochki aksessuar. Mana bu ochki ham meni sochimga mos tushdi. O'rtoqlar, oxirida hozir shunday qanaqa chiqqan bo'lsa o'shani ko'rsatamiz. O'shaniga kommentariya yozib keting, qanday chiqqan bo'lsa. Sizga yoqqan bo'lsa ham kommentariyada yozib keting. Oxirida ko'ramiz. Oxirida baho va obuna bo'lib qo'ying. Ha, to'g'ri. Obuna bo'lishni unutmang. Axir men maktab boshlanguncha 200 ta bo'lmoqchiman. Menga sharf tushdi. To'yib ketishimga sal qoldi. Kimlar bor? Ziyoda. Yana kim bor? Bo'ldi. Ikkalang. Dabdala chiqdi. Yog'iganda qo'ying. Qani? Ishtondi. Menikini ko'r. Ketdik endi. Meniki yaxshi chiqmadi. O'zimga yoqmadi. Seniki ham normalniy lekin. Ustim dabdala o'zi. Hammasi mushuk chiqaveradi menga. Menga sekin-sekin mos tushishni boshlayapti. Menga mushuk chiqaveradi. Omadim kelyapti sal. Sen esa yana omading kelmayapti. Hozir men sumkamni almashtiraman. Menga pul tushyapti, qara. Buni qarang dabdala. Qara, menga pul tushyapti, boyman men. Do'stlar, kommentariyaga Dreamboy boy deb yozib ketinglar. Hechanda. Ziyoda boy deb qo'ying. Aytganday, Ziyoda singlimni ham kanali bor. Unga ham obuna bo'lib qo'ying. Uni nomi nima aytchi? MC pastki chiziqcha Ziyo. Ana shunga obuna bo'lib qo'ying. Boshga yomon narsa tushdi, hozir ko'rasiz. Men vashcha chiroyli bo'lib boryapman.
Do'stlar, hozirgi Qaylabdi. Do'stlar, hozir kelgan odamga gapirganga e'tibor bermang, u dadam edi. Xo'sh, mana o'zimiz kakra chiroyli bo'lib keldim men mana. Obunachilar baho beringlar mana shunga. Obuna. Qani ketdik. Obuna bo'lar. Kommentariyaga yozib ketinglar qanday. Kimniki zo'rroq? Albatta akamniki. Chunki seniki lablar g'alati botoks bo'lib chiqib keldi. Shimolashamiz. Menga ishdan boyagi. Va endi menga ana tushyapti, pijama. Menga ham pijama tushdi. Senga sal boyroq tushdi. Bu bashni faqat tezroq tugaydi. Ikkinchisi sekinroq tugaydi. Shuning uchun yaxshiroq narsa tushishini o'ylash kerak. Bu bittalikda, boyagisi ikkitalik edi. Buni mishkani yo'q qilishim kerak qo'ydak. Yo'qmaydi. Va shuncha menga mos tushmayapti. Ketdikmi? Qayerdasan? O'tib ketibsan-ku. Kutib turmaysanmi? Men soatim bor o'xshaydi. Boyman men. Rostdan ham boy deb yozib ketinglar. Kommentariyaga. Meni boy deb yozmasanglar ham menga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Axir sinimga sizlar keraksizlar. Unda axir bor yo'q hozircha 9 ta obunachisi bor. Unga obuna bo'lib qo'ying. U ham sizlar uchun harakat qilyapti. U ko'pincha qiz bolalar uchun video oladi, lekin obuna bo'lib qo'ysangiz ham xursand bo'lar edi. U ham maktab boshlanguncha 100 ta obunachi bo'lmoqchi, lekin unga erishishi aniq emas. Men erishadi deb o'ylayman. Shunda ham 100 ta obunachidan oshgansiz-ku. Senikini aytyapman men. Tushib ketdim. Qo'rqmayman, mana shu ekanman. O'tib ketmayapsanmi sen? Oxirida ham. Sabr. Tushib ketdingizmi? Yo'q, tushib ketmadim. E'tibor bermang. Labirintmi? Shunda yoqmaydidan shu labirint bor-ku. Lekin chiqdim. Bo'ldi. Sen qo'yding-a? Va oxiri ikkinchisi ustim zo'r chiqdi. Bitta shu ishton xalaq qilibdi, do'stlar. Meniki esa chiroyli. Yana qilamizmi? Ha. Yana boshdan ketdi. Va ana Kimiki zo'rroq chiqdi, aytinglar. mana u Devchulia kim ekan-a? Mana u Devchulia. Devchulia. Yana boshidan endi chiroyliroq bo'lsa, mana bu zo'r bo'lardi, lekin sizlar har safar obuna bo'lganingizda bizga chiroyli narsalar tushdi boshlaydi. Tushib ketdim. Men narsaga chiqib tanlab kutib turaman. Ishtondamisiz? Voy, ishton normalniy. Sen qayerdasan? Ishton keldim. Yana shu. Starые деньги degan narsa ekan bu. Mendagi. Menga yana mushuk chiqdi. Meni qara. Vo, sekin biznesmen bo'lishni boshlayapman men. O, arabasdan ham boy bo'lar ekan. Aytyapman men boy bo'laman. Orqamga xuddi boyagidaqa boylik narsalar tushsa, vo, men boyman, men boy deb yozib ketasizlar keyin. Sochim ham shunga yarasha normallik chiqsin-da. Sochim o'zimga yoqadigan soch. Sochim qani meni? Qo'tyaptimi? Voy. Ishlamayapti menda soch. Bitta ko'ringda. Menda ishlamayapti. Menda qaytadan boshla deyapti. Reconnect. Mayli, qaytadan. Men ham Menda Wi-Fi yaxshi ishlamayapti. Unda chiqib boshqa o'yin o'ynak. Xayr do'stlar. Nega xayr? Boshqa video olamiz, axir o'sha videoni kuting. Mayli do'stlar. Shu boyagi kiyimlarni yasaganimizda kimga zo'r chiqqan bo'lsa, obuna bo'ling va menga yozib keting kimga zo'r chiqqanini va men hammasini o'qib chiqaman. Agar kimga zo'r chiqsa, men o'shanga sovg'a berib ketishim mumkin yo'lda ko'rganda, agar obunachim bo'lsa. Ovozlarga e'tibor bermang. Qo'shimcha ovozlarga e'tibor bermang. Hammangizga xayr va sog' omon bo'ling. Meni kanalimga obuna.